Galatiyalıqlarga yazılgan xat. Birinci bab. İnsanlar tərəfindən emas, yoki Xudoning insonlarni vosita qilishi orqaliqmi emas, balki İsa Masih va uni o'limdan tirildigan Xudo otimiz tərəfindən elchi bo'lishga tanlangan. Menki Pavlusdan va men bilan bil turayotgan barliq qarindoshlardan Galatiya o'lkasidagi e'tiqodchilar jamoatchiliklariga salom. Xudo otimiz va Rabbimiz İsa Masih sizlarga mehr shafqat va omonlik ato qilg'ay. İsa Masih Xudo otimizning irodasi bo'yicha gunohlarimiz uchun o'zini pido qilib, bizni bu razil dunyodan qutqizdi. Barliq shon sharaf Xudoga abadil abad mansub bo'lg'ay. Amin. İsa Masih orqali sizlarga mehr shafqat ko'rsatib, sizlarni o'ziga chaqirgan Xudodan shuncha tez voz kechib, boshqacha bir xil xushxabarga ergishib ketayotganinglarga hayronman. Amaliyotda ergashganinglar haqiqiy xushxabar emas, balki ba'zi odamlarning sizlarni qoymoq turib aytqanlaridir. Ular İsa Masih haqidagi xushxabarni burmalamoqchi. Lekin mayli orimizdagi biraylan bo'lsin yoki arshdan tushgan farishta bo'lsin, biz sizlarga yetkazgan xushxabarga o'xshamaydigan boshqa bir xushxabarni yetkazsa, uningga la'nat yog'sin. Burun aytganlarimizni yana takrorlaymizki, kim sizlarga qabul qilinglarga o'xshamaydigan boshqacha bir xil xushxabarni yetkazsa, uningga la'nat yog'sin. Mening bundoq deyishim insonlarni xursand qilish uchunmi? Yo'q. Mening bundoq deyishim Xudoni xursand qilish uchundir. Agar men insonlarni xursand qilishni istagan bo'lsam, İsa Masihning sodiq xizmatkori bo'lmagan bo'lardim. Qarindoshlarim, men yetkazgan bu xushxabarning kishilar tarafidan to'qib chiqilmaganligini bilishinglarni umid qilaman. Men bu xushxabarni insondan qabul qilganim yoki biror kishidan o'rganganim yo'q. Balki İsa Masih bu xushxabarni menga vahiy orqali yetkazgan. Sizlar mening ilgari Yahudi diniga e'tiqod qilgan vaqtimda qanday hayot kechirganligimni anglagan edinglar. Men u chaqda Xudoga mansub bo'lgan e'tiqodchilar jamoatchiligiga ashaddiy ziyonkashlik qilgan va ularni yo'qotib etishga tirishgan edim. Hamda Yahudi dini yo'lda nurg'un tangtushlarimdan xeylilar oldida turatdim. Ajdodlarimizning an'analarini qo'g'dashda butun vujudim va qizg'inligim bilan ishlatdim. Lekin Xudo meni onamning qo'shig'idagi vaqtimda tanladi va o'zining mehr shafqati bilan chaqirdi. U mening o'z o'g'li İsa Masih to'g'risidagi xushxabarni Yahudi emaslarga yetkazishim uchun İsa Masihni menga oshkorlashni xohladi. Xudo uni menga oshkorlagan chaqda men bu ish to'g'riligi hech qanday kishiga maslahat solmadim. Hamda Yerusalimdagi mendan ilgari elchi bo'lganlarning yeniga bormay, uddul Arabistonga otlandim. Keyin Damashq shahriga qaytib keldim. 3 yildan keyin elchi Petrus bilan ko'rishish uchun Yerusalimga bordim va uning yanida 15 kun turdim. Bu jarayonda elchilardan faqat Petrus va Rabbimiz İsa'ning insi Yaqub bilan ko'rishdim. Elchilardan boshqa
bir harsini ko'midim. Xudo guvoh bo'lsinki, sizlarga yezayotganlarim yolg'on emas. Keyin Suriya va Kilikiya o'lkariga bordim. U chog'da Yahudiya o'lkasidagi Ayso Masihga mansub bo'lgan e'tiqodchilar jamoatchiliklari shaxsan meni tonimaydi. Ular faqat boshqalarning burun bizga ziyonkashlik qilgan odam endi bo'lsa o'zi yo'qotmoqchi bo'lgan e'tiqodni taqtivyotidi deganligini anglagan edi. Shunga ular menda bo'lgan bu o'zgarishlar sababidan Xudoni texmu ulug'ladi.